Davlatimiz rahbarining joriy yilning 24-fevral kuni mamlakat yoshlari bilan o'tkazgan ochiq muloqotida belgilangan ustuvor vazifalar ijrosini ta'minlash, yoshlarning taklif va tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash maqsadida joylarda uchrashuvlar tashkil qilinmoqda. O'zmilliybank tomonidan Farg'ona davlat texnika universitetida yoshlar bilan o'tkazilgan uchrashuv shu maqsadda tashkil etildi. Muloqotda yoshlarning ilm olishlari bilan birga tadbirkorlik faoliyatlarini yo'lga qo'yish, startap va ishlanmalarni moliyalashtirishga katta e'tibor qaratilayotgani ta'kidlandi. Masalan, Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi O'zmilliybank aksiyadorlik jamiyatining qo'shma qaroriga ko'ra, universitetning 608 nafar bitiruvchisi biznes loyiha yo'nalishi bo'yicha o'z loyiha va g'oyalarini hududiy kelajakka qadam markaziga topshirgan. Ulardan 118 nafar talabaning 2 milliard so'mlik loyihalari moliyalashtirildi. Farg'ona davlat texnika universitetini o'tgan yil bitirdim. Universitetimizda Milliy bank bilan markaz tashkil qilingan. Markazga loyihalarimizni topshirdim. Men qishloqda yashaganim uchun avtomobillarga xizmat ko'rsatish loyihasini taqdim etdim. Hisob-kitob qilganimizda 300 million so'm mablag' kerak bo'lar ekan. Biz 300 millionga loyiha topshirdik. Loyihamiz tasdiqlandi. Bugungi tadbirda menga 300 million so'mlik vaucher menga taqdim qilishdi. Loyihamizni ishga tushiramiz, xalqqa xizmat qilamiz. Tadbirda 180 nafar bitiruvchi yoshlar qatnashdi. Kelajakka qadam dasturi doirasida amalga oshirilayotgan ishlar haqida batafsil ma'lumotlar berildi. Savol-javob tariqasida o'tgan muloqotda 7 ta murojaat tinglanib, imtiyozli kredit ajratilishi bo'yicha 2 ta murojaat ijobiy hal qilish uchun bankning hududiy markazlariga yuborildi. Bitiruvchilar tomonidan berilgan 5 ta taklif oliygoh ma'muriyatiga tegishliligi bo'yicha yo'naltirildi. Uchrashuvda prezident qarori asosida oliy ta'lim tashkilotlari bitiruvchilarni ish bilan ta'minlagan tadbirkorlik subyektlariga 2 yillik imtiyozli davr bilan 7 yil muddatga imtiyozli kredit ajratish amaliyoti yo'lga qo'yilganligi tushuntirildi.